O'rtog'im Sadir Moskvaga chaqiryapti. Stroykada yaxshi maosh to'lashar ekan. Ishlashga ketmasam bo'lmaydi, onasi. Ahvolimizni o'zing ko'rib turibsan. Uchqunjon o'g'limiz ham katta yigit bo'lib qoldi. Shuni unutma. Uyga qaytish vaqti kelganida albatta qaytaman. Farzandim qatordan qolmasin deya sovuqning bag'rida ishlagan dadam, oilam xotirjam tinch bo'lsin deya musofir nonini tishlagan dadam. Qizim deb yonib yasharkan, sovuqdan qo'llari qadog'im dadam. Otamni asra ey qodir Xudoyim, musofir nonini tishlagan dadam. So'rasam ahvolim yaxshi-ku degan, ba'zida aldoqchim, yolg'onchim dadam. Bizga go'sht o'zichi qotgan non yegan, musofir nonini tishlagan dadam. Farzandim qatordan qolmasin deya sovuqning bag'rida ishlagan dadam, oilam xotirjam tinch bo'lsin deya musofir nonini tishlagan dadam. Farzandim qatordan qolmasin deya sovuqning bag'rida ishlagan dadam, oilam xotirjam tinch bo'lsin deya musofir nonini tishlagan dadam. Yoshlikni ta'mini totmasdan turib, sochiga qirovlar ko'ringan dadam. Sog'ingan farzandin rasmini ko'rib, musofir nonini tishlagan dadam. Farzand deb o'tarkan otaning umri, dunyodan topganim davlatim dadam. Ajlarga boramiz hali bir kuni, musofir nonini tishlagan dadam. Farzandim qatordan qolmasin deya sovuqning bag'rida ishlagan dadam, oilam xotirjam tinch bo'lsin deya musofir nonini tishlagan dadam. Farzandim qatordan qolmasin deya sovuqning bag'rida ishlagan dadam, oilam xotirjam tinch bo'lsin deya musofir nonini tishlagan dadam. Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz. Bugundan boshlab ishdan bo'shatildingiz. Sabab nima? Hech qanaqa sabab so'ralmasin. Uyga qaytish vaqti keldi. Dada, Uyga qaytish vaqti kelganida albatta qaytaman. O'g'lim, dadajon. o'g'lim.